Kompyuter olmoqchisiz, lekin qanaqa kompyuter olishni bilmayapsizmi? Hozir men sizlarga parametr va narxlarini aytib o'taman. Agarda siz ofis ishlari uchun kompyuter tanlayotgan bo'lsangiz, Intelda protsessori Core i3, Core i5 hamda Ryzenda Ryzen 3, Ryzen 5 operativ xotirasi esa 4 GB dan 8 GB gacha tavsiya qilinadi. Hozirgi kundagi narxi $250 dan $450 gacha chiqadi. Agarda siz IT sohasi va dasturlash uchun kompyuter tanlayotgan bo'lsangiz, protsessori Core i5, Core i7, Ryzenda ham xuddi shunday va operativ xotirasi 8 GB dan 16 GB gacha bo'lishini tavsiya qilinadi. Bunday kompyuterlarning narxi $500 dan $700 gacha chiqadi. Kuchli o'yinlar va video montajlar uchun kompyuter qidirayotgan bo'lsangiz, protsessori Core i5 dan yuqori, operativ xotirasi esa 16 GB undan yuqori bo'lishi talab qilinadi. Video kartasi minimum 4 GB bo'lishi kerak. Hozirgi kundagi bu parametrlarning narxi $700 dan boshlab talabingizga qarab ketaveradi. Eng muhimi, bularni qayerdan olishni bilmayapsizmi? Albatta, iFix'dan. Bizda aynan siz qidirgan parametrdagi kompyuterlar mavjud. Va eng asosiysi, bularni barchasini muddatli to'lovga ham xarid qilishingiz mumkin.